Endi tayyor bo'lsanglar, bu AFKni boshqacha biletlari edi. Endi mana bunaqa ranglisini ham ko'ringlar. Bilet narxi 30 ming yoki 80 mingmi? Paxtakor Al-Fayhaga qarshi o'ynagan Bunyodkor stadionida 2023-yil. Bu o'yinni eslaysizlarmi? Agar Paxtakor mana shu Al-Fayhani yutganida guruhdan chiqish imkoniyatiga ega edi. Hammasi o'zini qo'lida edi, lekin ko'plab bolalarning jarohat olgani tufayli Paxtakor yoshlar bilan maydonga tushgan. Hatto Kemi Merkler o'ynab yurardi. O'shanda Al-Fayhaga 3-0 yutqizganmiz va guruhda qolib ketgan edik. Juda ham alamli bo'lgan, chunki bu guruhda hamma bichlardan iborat edi. Bu guruh hammasi oqsab, shali-vali qilib zo'rg'a yurgan paytlar edi va 6-turda ham hattoki 1-2 o'rin ma'lum emas edi. Yutgan komanda keyingi bosqichga chiqadigan moment edi. Ya'ni o'tgan 5 turda ham bu komandalar masalani hal qila olmagan. O'zaro teng kuchli komandalar bo'lishgan o'sha paytda. Mana shu Al-Fayha Paxtakor, bunda bosh murabbiy Maksim Shatskix edi.